Ko'makayda 4 sotikda 6 xonadan iborat chiroyli xonadonimizni sotuvni e'lon qilamiz. 4 xonasi to'liq pishig'ishda bo'lgan, undan tashqari pol patologlari ham chiroyli holatga keltirilgan. Undan tashqari hammom, hojatxona, oshxona uchun alohida 2 xona ham qilingan. Tashqi hojatxona, ichki hojatxonalar uchun sharoitlar qilingan. Yana qo'shimcha navesi bor. Zeleniy zonalar deysizmi? Undan tashqari bilasiz, bu yerda gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Gazga qo'shilishgan ekan, faqat tarmoqqa ulanish kerak, bu yerda yashamaganligi uchun o'zlari ulamagan ekan. Ko'rib turibsiz, bitta odam uchun kerak bo'ladigan hamma narsa, kerak bo'lsa toza havogacha bor. Andijonda Ko'makayda 36-postdan o'tganingizdan keyin yollanma ishchilarning oldidan kirganingizda Savdogarlar ko'chasida biz Telegram kanalida lokatsiya qoldiramiz. Asli akamizni dedi, jicha balandroq edi, biz talashib tortishib $53,500 savdolashib qo'ydik. Telegram kanalimizda lokatsiya qoldiramiz, o'zining nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Ko'makay atrofidagi do'stlaringizga jo'natib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Bir kun kelib shu yerda choy ichishingiz mumkin yoki o'zingiz yashashingiz mumkin. Albatta aloqaga chiqing.